Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana hozir muddatli to'lovga ochilgan yangi har xil texnikalarimizda hozir biz bergandan beri, shu boshlangandan beri, ya'ni ochilgandan beri mana ancha kamayib qoldi. Endi yana ham hozir 5-6 xil texnikalar olib kelamiz, motobloklar. Hozir ancha ketyapti muddatli to'lovga ham, hammaga qulaylik qilish uchun. Shunaqa kimga muddatli to'lovda kerak bo'lsa texnikalar, mana akamiz hozir tushuntirib o'tadilar. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. O'rikzor, Toshkent O'rikzor hududidan Stroygor dehqonxonasi bozoridan bemalol kelib, mana shu ko'rib turgan motoskooter, ichkarida yana dvijok, xullas o'zingizlarga kerak bo'ladigan narsalarni 12 oyga muddatli to'lovga ishonch orqali o'zimiz chiqarib beramiz. Ishinglarni bir kunda hal qilib beramiz. Bemalol kelib ko'rib, o'zingizlarga yoqqan narxni savdolashib, muddatli to'lovga olib ketsanglar bo'ladi. Bemalol kelaverasizlar, xudo xolisa. Mana akam o'zi shu yerda chiqarib beramiz sizlarga. Hammasi sizlar uchun. Ko'rsatib 4-blok, 99-do'kon. Stroygor. ichkarilarini ham ko'rsating. Ko'rsatda chiroyli ko'tarib. Yo'qlarni man Ha. Qaysini beray? Ha. Mana arzon chiqadi.